Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Demak, bugungi mavzuyimiz anorganik moddalarning eng muhim sinflari bo'lgan oksidlar mavzusi bo'ladi. Ayni oksidlarni nomlanishi va sinflarini siz bilan ko'rib chiqamiz. Demak, oksidlar mavzusi. Oksid o'zi nima? Oksidlar biri kislorod bo'lgan, ikki xil elementdan tashkil topgan murakkab moddalar oksidlar deyiladi. Demak, oksidlar. Ya'ni albatta bittasi kislorod bo'lishi shart va albatta bilasiz, kislorodning valentligi o'zgarmas, ikki valentli. Ta'rifini eslataman. Biri kislorod bo'lgan, ikki xil elementdan tashkil topgan murakkab moddalar. Albatta murakkab modda, chunki ikki xil elementdan tashkil topgan. Murakkab moddalar deyiladi, oksidlar deyiladi. Demak, siz bilan bir qancha oksidlarning ko'rinishini kimyoviy formula mavzusida biz ko'rib chiqqan edik. Yana bir eslatib olaman. Sababi qarab turasiz. Ta'rifini ham qaytarib qo'yay, yozib oling. Biri kislorod bo'lgan, ikki xil elementdan tashkil topgan murakkab moddalar demak nima deyiladi? Albatta oksidlar deyiladi. Bu oksidlarning ta'rifi edi. Oksidlarda ko'rinishini e'tibor bering. O'sha darsimizda ham aytgandik, yana bir eslaymiz. Oksidlarda tegishli oksid hosil qilgan element bir valentli bo'lsa, kislorod albatta ikki valentligini bilamiz. Bu bir usulki, juda ham bu formulani keltirib chiqarish uchun, oksid formulasini keltirish uchun juda ham ko'plab usullar bor. Men uchun eng qulayi, e'tibor bering, tegishli elementning valentligi kislorod valentligiga bo'linadimi? 1-2 ga bo'linadimi? Yo'q. Ya'ni bo'linadi albatta 0.5 qadar qoldiqsiz bo'linadimi deb nazarda tutyapman. Demak, qoldiqsiz bo'linmaydi. 0.5 qoldiq bo'lib qoladi. Bo'linmasa nima qilamiz? Kres almashtiramiz. Bo'linmaydi degani yo'q. Kres nima qilish kerak? Almashtirish kerak. Va rim raqamidagi kislorodning valentligi element tagiga almashib 2 arab raqamida tushadi. Mana bu 1 ni almashtirganimizda 1 ni yozish shart emas. Sababi men sizga kislorod soni nechta desam, bitta bir dona deyaverasiz. Endi agar element 2 valentli bo'lsa-chi, o'quvchilar. Agar noma'lum element 2 valentli bo'lsa, kislorod ham 2 valentli. Yana element valentligini kislorod valentligiga bo'lib ko'ramiz. 2 ga bo'linadimi? Albatta bo'linadi. Bir qoldiqsiz va bir qoldiqsiz bir bo'lganidan keyin bular qisqarib ketadi-da. Bular arab raqamlarida almashtirish shart emas, bo'lingani uchun qisqartirib yuboraman. 2 ga bo'linib ketdi. Yo'q. Demak, element oksidi, ya'ni 2 valentli element oksidining ko'rinishi mana shunaqa holatda qolib ketadi. Va elementdan bitta, kisloroddan bitta bo'lib qoladi. Va agar element 3 valentli bo'lsa-chi, kislorod 2 valentli bo'lsa, 3 2 ga bo'linadimi? Bo'linmaydi. Almashtiramiz, kres. Mana bu yerga 2 qo'yamiz, mana bu yerga 3 qo'yamiz. Xo'p, mana shu qoidadan esdan chiqarmang. Bo'linadimi? Bo'linmaydi. Kislorod 4 valentli bo'lsa, bu-chi 2. 4 2 ga bo'linadimi? Albatta bo'linadi. Qoldiqsiz bo'linadi. 4 2 ga bo'lsak, bo'lib turib 2 chiqadi. Bu kislorod atom sonini ifodalaydi. Va mana bu 2 ni bu yoqqa tushirishimiz shart emas. Yoki shu yerda shunday qisqartirib olsak, mana bular qisqarib ketsa, 2 ga 1 bo'ladi. Shu yerda kres qilib almashtirgan taqdiringizda ham 2 mana bu yoqqa tushadi, 1 ni yozishim shart emas. Va elementni 5 valentli oksidini ko'rib chiqamiz. Agar element 5 valentli bo'lgan bo'lsa, kislorod 2 valentli. Va e'tibor bering. Xo'p, 5 2 ga bo'ladimi? Yo'q, bo'linmaydi, almashtirasiz. 2 bu yoqqa, 5 bu yoqqa tushadi. Agar element 6 valentli bo'lsa-chi? Agar element 6 valentli bo'ladigan bo'lsa, 6 2 ga bo'linadimi? Albatta, bo'linsa 3 chiqadi. Va 3 kislorod atom sonini ifodalaydi. Ya'ni bular qisqarganda ham, e'tibor bering, 3 ga 1 qisqaradi. 3 ni bu yoqqa qo'ysangiz bo'ldi. 1 yozilmaydi, bilasiz. Agar element 7 valentli bo'lsa-chi? Agar 7 valentli bo'lsa element, kislorod 2 valentli bo'ladi. 7 2 ga bo'linadimi? 7 2 ga bo'linmaydi. Agar bo'lsak 3,5 qoldiqli chiqib qoladi. Ana shuning uchun
bu almashadi. Kres almashtirish kerak. Mana bu 2 ni mana bu yerga qo'yamiz. 7 ni mana bu yerga qo'yamiz. Demak, bizda masalada so'raladigan ko'plab element oksidlarini umumiy ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Keling, bir qancha elementlarda oksidlarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun birinchisi yoki umuman misollar yozaylik. Yoki undan oldin men sizga aytmoqchiman, nomlanishi. Siz agar berilgan element oksidi nomlamoqchisiz, elementi valentligi bor va kislorod valentligi 2 misol uchun, ma'lum valentligini namoyon qilib turibdi. Birinchi o'rinda siz element nomini aytasiz. Plus mana shu tegishli elementning valentligi aytiladi. Mana shu x qavsga olinadi. Agar qachonki bu x e'tiborli bo'lasiz, o'zgaruvchan bo'lsa. Mana bu x valentlik nima bo'lsa? O'zgaruvchan bo'lsagina keyin uni qavsga olasiz. Yoki agar o'zgarmas valentlik element bo'ladigan bo'lsa, u valentligini yozmaysiz, nomlashda ishtirok ettirmaysiz. Buni hozir bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz. Oksid deb qo'yasiz, bu element nomlanadi. Misol uchun, natriy bir valentlik. O'zgarmas valentligini bilasiz. Chunki valentliklar ikki xilda, o'zgaruvchi, o'zgarmas. O'zgarmas valentli element natriy. Kisloroddan oksid hosil qilyapti. 1-2 ga bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu yerga natriy tagiga 2 qo'yamiz. 1 da yozishim shart emas va bu yerda oksidni nomlamoqchiman. Albatta element nomi aytiladi. Ya'ni bu qaysi element? Natriy. Natriy. Endi valentligi bu o'zgarmas-ku. Agar o'zgaruvchan bo'lganda edi, tegishli element valentligini qavsga olib, keyin oksid deb. Bu yerda o'zgarmas valentlik bo'lgani uchun bu valentlikni nima qilamiz? Aytishimiz shart emas. Chunki natriy oksidi desam, faqat bir valentlik oksidi bor xolos, boshqa valentlik oksidi yo'q. Endi misol uchun o'zgaruvchan valentlikni ko'rib chiqamiz. Misol uchun o'zgaruvchan valentlik elementlar. Misol uchun uglerodni 2 valentli oksidi ham bor. Uchinchi misol, uglerodni 4 valentli oksidi ham bor. Ham ikkisi ham 4. Bu yerda e'tibor bering, 2 ga bo'linsa qisqarib ketadi va indeks qo'yilmaydi. Va bu nomi uglerod. Tegishli bu birikmada 2 valentli bo'lgani uchun 2 oksidi deyman. Tamom. Valentligini ta'kidlayapman, aytib bering. Sababi bu valentlik o'zgaruvchan. Endi mana bu yerda 4 2 ga bo'linsa 2 tushadi. Kislorod atom sonining ifodalovchi son. 4 2 ga qisqarib ketadi. Qisqarganda 2 ga 1 bo'lgan taqdirda ham almashtirasiz 2 tushadi. Endi bu moddaning nomi uglerod. Tegishli birikmada uglerod necha valentlik? 4 valentlik. 4 oksidi. Uglerod 4 oksidi deysizda, mana o'zgaruvchi. Misol uchun, agar men sizga uglerod oksidi deganimda, siz aytardingiz, necha valentlik oksididir desiz. Chunki uglerodda o'zgaruvchiligini siz yaxshi bilasizda. Uglerod, misol uchun men aytaman keyin, uglerod 2 oksidi desam sizga mana bu formula kelishi kerak. Uglerod 4 oksidi desam mana bu formula kelishi kerak. Va uglerod 4 oksidini siz bilasiz. Biz nafas chiqarganimizda karbonat angidrid. Endi bu moddaning boshqacha nomi bor ekanki, mahalliy biz biladigan nomi karbonat angidrid ekan. Mana bilib oling, siz nafas chiqarayotgan gazni formulasi karbonat angidrid edi. Endi uglerod 2 oksidining ham boshqacha nomi borki, is gazi. Misol uchun, qishloqda misol uchun ko'mir yoqqaningizda, agar ko'mir chala yonadigan bo'lsa, mana bu is gazi chiqadi. Yoki gazlar, misol uchun gaz ochiq qoladi, boshqa bo'ladi. Chala yongan gaz oqibatida is gazi ajraladi va inson hayoti uchun zararli bo'g'uvchi gaz hisoblanadi bu, bilasiz. Mana shu is gazini tarkibiki uglerod 2 oksidi bo'lar ekan. Yaxshi. Demak, yana misollar ko'rib qo'ydik. 4-misol. Deylik, oltin yurt valentliklarni ko'ramiz. Oltin yurtni 2 valentligi bor. Oltin yurtni 5-misol
4 valentligi bor. 6-yurtni 6-misol 6 valentligi bor. Chunki valentliklari o'zgaruvchan-da bu. Kislorod 2 valentli. 2 qisqarmasa, demak bu moddaning nomi oltin gugut. Necha oksidi bo'ladi albatta? 2 oksidi bo'ladi. Qisqarib ketadi, tegishli formulani oladi. Kislorod 2 valentlik, 4 2 ga bo'linsa mana bu yerga 2 qo'yiladi. Demak, bu modda nomi oltin gugut 4 oksidi. Tegishli birikmadagi valentlikni aytib ketishim shart. Bu kislorod 2 valentlik 4 2 ga bo'linsa 3 tushadi. Nomi oltin gugut 6 oksidi. Hurmatli o'quvchilar. Mana bu oltingurt 4 oksidini boshqacha nomi bor. Tegishli kislotasi hosil qilgani uchun masalalarda sulfit angidrid kelsa ham buni siz adashtirmasligingiz kerak. To'g'ri mana shu nuqtaga oltingurt 4 oksidga kelib olishingiz kerak. Endi mana bu moddaning nomi esa sulfat angidrid. Bularni siz bilib olishingiz kerak. Yana bu alohida formulalari bo'yicha men to'xtalamiz, e'tibor bering. Oksidlarda bu misol uchun kimyoda haqiqiy sistematik nomenklatura nomlanishi bo'ladigan bo'lsa, grekcha nomlanishi ham bor oksidlarda. Oksidlarning grekcha nomlanishi. Oksidlarning grekcha nomlanishi. Grekcha deyapmiz. Bizda grek raqamlari bor, grekcha nomlari bor. Grek misol uchun birda mono deb qo'yasizlar. Nima der ekan? Mono. 2ni di deb qo'yadi grekchada. 3ta tri deb qo'yadi. 4da esa tetra. Maksimal 4 gacha bilaylik hozircha. Yetadi mana shu bizga. Ayni asosan juft valentli e'tibor bering. Juft valentli element oksidlari, grekcha nomlash keng tarqalgan. Necha valentli? Juft valentli bo'lishi kerak o'quvchilar. Misol uchun masalalarda keladi, to'g'ri. Misol uchun kelik azotni 2 valentli oksidi bor deylik. Bu modda nomi azot. Bilasiz, indeks qo'yilmaydi, qisqarib ketadi. 2 oksidi deyilishdan tashqari grekchada buni azot mono oksidi ham deyiladi. Mono. Mana bu mono tushunchasi kislorod soniga nisbatan aytilyapti. Kislorod soni bitta-yu. Shuning uchun buni mono oksid deyapti. Misol uchun-da, deylik, uglerodni 4 valentligini ko'rdik. Hozirda karbonat angidrid dedik, qisqardi, mana bu yerga 2 tushdi. Buni uglerod 4 oksidi deyilishdan tashqari, yaxshilar. Uglerod kislorod soni nechta? 2 ta. Agar 2 ta bo'lsa, bizda grekchada nima deyiladi? Di oksidi. Ya'ni bu yerda di kislorod atom sonini ifodalayapti. Dioksidi deyish ham mumkin bo'ladi. Grekcha raqamlashni men qalbga olib qo'yapman, e'tibor berasiz, nomlashni. Oltingurt. Xo'sh, savol sizga. Oltingurtning necha valentli oksidi bu? Oltingurtni 6 valentli oksidligini qaytaman deyapman. Chunki kislorod valentligi o'zgarmasligini bilaman. 3 kere 2. Men 2 son qo'yilmayaptimi? Demak, bu qisqarganda tushgan sonda bu. 3 kere 2 necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Yaxshilar. Va oltingurtda necha oksidi bo'ladi bu? Oltin gugurt 6 oksidi bo'ladi. Boshqacha nomi oltin gugurt. Aynan grekcha nomi 3 ta kislorod atomi sonini biz nima deymiz? 3 deymiz. 3 oksidi deymiz. Oltingurt 3 oksidi. Yaxshi, hurmatli o'quvchilar,
aynan biz oksidlarni ham sistematik kimyoviy haqiqiy nomlanishini ham ko'rib chiqdik, grekcha nomlanishini ham ko'rib chiqdik. Sizga esda qolarli, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, biz уже nomlanishi haqida umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Agar tushunmay qolgan joiz bo'ladigan bo'lsa, albatta jonli efirimizda bemalol qatnashishingiz mumkin bo'ladi va qayta ko'rib, umumiy tushunchani hosil qilib oling albatta. Va men sizlarga oksidlarda sinflanishni o'rgataman. Oksidlar muhim ikkita sinfga ajratiladi. Oksid tuz hosil qilmaydigan oksidlar bor. Qilmaydigan oksidlar bor. Ayni bu oksidlarda bir qancha laqablari bor. Laqab deganda bitta sinfga tegishli boshqa nomlari bor. U demak men 3 ta laqab aytadigan bo'lsam, bu 3 ta sinf degani emas. Bitta sinfda 3 xil nomi degani. Misol uchun B farq deb qo'yadi. B farq oksid. B taraf deb qo'yadi. B taraf oksid. B taraf. Betaraf yoki indifferent degan 3 xil laqabi bor. Aynan tuz hosil qilmaydigan oksidlar. Yaxshi aytib bering. Tuz hosil qilmaydigan oksidlar qanaqa nomlari bor ekan? Befarq, betaraf, indifferent. Ko'proq indifferent masalada keladi yoki befarq oksid yoki tuz hosil qilmaydigan oksid. Hammasi bitta sinfga nisbatan aytilyapti. Va ular soni unaqa ko'p emas. Aynan metalmas oksidlar hisoblanadi. Metalmaslarni bir va asosan ekvivalentli oksidlar. Misol uchun biz bilamiz uglerodni bu necha oksidi? Ayting, ichingizda qaytaring. Uglerod 2 oksidi edi. Xo'p, azot bu necha oksidi? Nima deysiz? Nimaga bu yerga 2 tushyapti? Chunki kislorod ekvivalentli bo'lgani uchun. Nimaga bu yerga son qo'ymayman? Sababi bu azot bir valentli bo'lgani uchun. Demak, azotni bir oksidi. Azot bir oksidini sizga boshqacha nomini aytib berishim mumkin. Kuldiruvchi gaz. Nima ekan? Azot bir oksidini boshqacha nomi kuldiruvchi gaz ekan. Yodlab, eslab qoling. Kuldiruvchi gaz. Ayni bu azot oksidi bilan to'lgan havo orqali nafas oladigan bo'lsangiz, u tomog'ingiz orqali o'tayotganda ichkaridan go'yoki bu og'irroq gaz bo'lgani uchun kulgingizni keltiradigan holat keltirib chiqaradi. Shuning uchun bu kuldiruvchi gaz hisoblanadi. Endi, misol uchun azotda necha oksidi bu? Nimaga indeks qo'yilmaydi? Sababi ikkovi ham necha valentli bular? 2 valentli bo'lgani uchun. Azot 2 oksidi. Va oltin yurtda 2 oksidi bor va kremniyda 2 oksidi borki, mana bu 5 ta oksidni biz befarq, betaraf yoki umuman tuz hosil qilmaydigan oksidlar sirasiga kiritamiz. Mana bularni siz yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Muhim joyi shu. Endi oksidlarning ikkinchi sinfi borki, o'z-o'zidan tuz hosil qilmaydigan oksidlarga birinchi sinf deb ajratgan bo'lsak, ikkinchi sinfi tuz hosil qiladigan oksidlar. Tuz hosil qiladigan oksidlar. Tuz hosil qiladigan oksidlar. Tuz hosil qiladigan oksidlar, e'tibor berasiz, muhim asosan 4 ta sinfga ajratiladi. E'tibor bering, bular ichida 3 tasini, birinchisi yaxshilar asosli oksid. Bu oksidlarda hammasi metal oksidlari hisoblanadi. Faqat metallarda oksidlar. Metalmas oksidi asosli oksidlar ichida metalmas yo'q. Faqat metal oksidlariki metallarning aynan 1 va 2 valentli oksidlari. 1 va 2 valentli oksidlari. Aynan bunga qo'shimcha qilib, e'tibor bering, marganesni 3 oksidi ham, qarang mana 2 ga bu yoqqa 3 qo'yilgan. Marganes 3 oksidi ham mana 1 va 2 valentli bo'lmasa ham nimaga kiryapti? Asosli oksidlar sinfiga kiryapti.
Istalgan natriy metali 1 valentli oksid bu asosiy oksid hisoblanadi. Qarang, natriy 1 valentli, kislorod esa 2 valentli. Indeks bu yerga natriy metalga tushyapti. Kalsiy oksidi, kalsiy 2 valentli oksidi, mana kalsiy oksidi. Deylik, temirda 2 oksidi, xromda 2 oksidi, marganesni 2 oksidi, hattoki marganesni 3 oksidi ham nima qilyapti demak? Maynan mana shu oksid ajratib qo'ying. Misol uchun biz aytgan 1 va 2 valentli bo'lmasa ham 3 valentli oksid, aynan marganes 3 oksidi nima ekan? Asosiy oksidlar sinfiga kirar ekan. Endi ikkinchi sinfi borki, amfoter oksid. Amfoter oksidlar sinfi. Amfoter oksidlar ham faqat metallardan tashkil topgan bo'ladi, yoshlar. Faqat metallardan tashkil topgan. Metallarda ham 3 va 4 valentli oksidlar. Va undan tashqari e'tibor berib turing, xuddi mana bunga o'xshab turib, 1 va 2 bo'lmasa ham 3 valentli oksidi marganesniki asosiy oksid bo'ldi-ku. Aynan rux oksidi bilan berilli oksidi 2 valentli bo'lsa ham, e'tibor bering, ikkovi ham 2 valentli. Bu ham 2 valentli, bu ham 2 valentli-da. Lekin 2 valentli bo'lsa ham qanaqa oksidlar sinfiga kiryapti? Amfoter oksidlar sinfiga kiryapti. Demak, rux bilan berilgan oksidni asosiy oksidga qo'shib qo'ymang, hurmatli o'quvchilar. 1 va 2 valentli oksidlar asosli dedik, lekin aynan rux bilan berilli oksidlari borki, nimaga rux 2 oksidi demayapman? Chunki rux ham berilli ham o'zgarmas 2 valentli bo'lgani uchun va nimaga indeks qo'ymayapti? Ikkovi ham kislorod ham, metal ham 2 valentli bo'lgani uchun. Endi misol alyuminiy oksidi. Va bu modda e'tibor bering, bu yerga 2 tushyapti, bu yerga 3 tushyapti. Sababi alyuminiy 3 valentli, kislorodchi 3 valentli, kislorod 2 valentli. Nima bo'lyapti? Almashyapti shuning uchun. Yana 3 va 4 valentli oksid deyapsiz. Misol uchun marganesni 4 valentligi bor, bilasiz. Agar marganes 4 valentli, kislorod 2 valentli bo'ladigan bo'lsa, 4 2 bo'lib bu yoqqa 2 tushadi. Bilasiz-a? Marganes 4 oksid. Va hokazo temirni demak 3 oksidi. Temirda 2 oksidini asosiga kiritdik-ku, lekin temirda 3 oksidi amfoter bo'lar. Xromda ham 3 oksidi borki, bu amfoter oksidlar sirasiga kiradi. Mana shu joyga e'tibor berasiz. 3-sinf borki, ya'ni demak asosli amfoter 3. 3-si kislotali oksidlar. Oksid. Kislotali oksidlar orasida ham metal oksidlari bo'lishi mumkin, ham metal emas oksidlari bo'lishi mumkin. Metal oksidlar, mana amfoter oksidlardan asosiy oksidlar orasida metal emas oksid yo'q. Hammasi metal oksidi. Endi kislotali oksidlar orasida metallarda oksidlar ham bor. Aynan metallarni 6 va 7 valentli oksidlari borki, bu kislotali oksid hisoblanadi. Va metal emaslarni aynan 1, 3, 4, 5, 6 hamda 7 valentli oksidlari borki, bular kislotali oksid hisoblanadi. Xo'p, e'tibor berib qo'yasiz. Kislotali oksid. Misol yozamiz. Metal oksidlarda, misol uchun xromda 6 valentligi bor, bilasiz. Chunki 2, 3, 6 bo'ladi. Kislorod esa 2 valentli. Agar 6 ni 2 ga bo'lsak, mana bu yerga 3 qo'yiladi. Bu xrom 6 oksidi va bu qanaqa oksidlar sirasiga kiradi? Kislotali oksidlar sirasiga kiradi. Demak, marganesni 7 valentli oksidi bor. Marganes 7 valentli bo'lishi mumkin, kislorod 2 valentli. 7 2 ga bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Demak, marganesga 2 qo'yamiz, bunga esa 7 qo'yamiz. E'tiborli bo'ling. Xo'sh. Endi element, metal emaslarda oksidlarga keldik. Misol uchun, xlorda 1 valentli oksidi bor. Kislorod 2 valentli. Bu metal emas oksidi, xlor chunki metal emas. Tushayotgan mana bu 1 2 ga bo'lmaydi, shuning uchun mana bu yerga xlor tagiga chiqamiz, 2 qo'yamiz. Xlor 1 oksidi. Albatta 1 oksidi deb ta'kidlashim shart, chunki xlor o'zgaruvchan. Endi deylik 3 valentli oksidga, misol uchun fosforda 3 valentligi bor.
Chunki fosfor metal emas. 3 2 ga bo'linmaydi, almashtiramiz, 2 ga baqa 3 qo'yamiz. Fosfor 3 oksidi. 4 valentlikka. Misol uchun uglerod 4 oksidi, karbonat angidrid. 4 valentlik, kislorod 2 valentlik almashtiramiz. 5 valentlikka. Misol uchun yana fosforda 5 valentlik oksidi borki, 5 valentlik oksidi ham qanaqa oksidlar sirasiga kiradi? Kislotali oksidlar sirasiga kiradi. Xo'p, 6 valentlikka. Oltin yurtda 6 valentlik oksidi. Oltin yurtda 6 valentlik, kislorod 2 valentlik. Xo'p, 7 valentlikka. Xo'p, bromda 7 valentlik oksidi. Brom 7 valentlik, kislorod 2 valentlik misol uchun. 7 kislorodga indeks bo'ladi, 2 bromga indeks bo'ladi. E'tibor berib qo'yasiz. Muhim tuz hosil qiladigan oksidlar asosli oksid, amfoter oksid va kislotali oksidlar sirasiga kiryapti. Yana tuz hosil qilgan oksidlarga misol uchun peroksidlar ham borki, bularda sinfini ko'rib chiqamiz. Peroksidlar o'quvchilar, peroksid tarkibida kislorod bog'i bo'lgan oksidlarni peroksidlar sinfiga kiritib qo'yganda, ya'ni kislorod soni 2 ta. Peroksidlar quyidagicha bo'ladi. Misol uchun e'tibor bering, H2O. Bu suv, hamma biladi, lekin kislorod soni 2 ta bo'lsa, bu modda nomi vodorod peroksid bo'ladi. Vodorod peroksid bo'ladi. Sababi bu yerda e'tibor berasiz, buni strukturani alohida mavzu qilib o'tamiz, xudo xohlasa. Aynan sinflar. Anaray moddalar muhim sinflar tugagandan keyin strukturani o'tamiz. Mana bu yerda qarang, e'tibor bering. Kislorod bog'i bor. Mana shuning uchun bu peroksid bo'lyapti. Bundan tashqari litiy peroksid hosil qilmaydi. Aynan vodorod guruhidan litiy peroksid hosil qilmaydi. Va undan keyingi metal borki, natriy. Natriy oksidi asosli oksid. Lekin kislorod soni 2 ta bo'lib qolsa, natriy peroksidi bo'ladi. E'tiborli bo'ling. Natriy, kaliyda oksidi asosli oksid, kislorod 2 ta bo'lib qolsa, bu natriyda peroksidi bo'ladi. Kaliydan keyin rubidiyda oksidi borki, bu asosli oksid, kislorod 2 ta bo'lib qolsa, peroksid. Seziy ham xuddi shunday, kislorod 2 ta bo'lsa, peroksid. Fransiy ham xuddi shundayki, kislorod 2 ta bo'lsa, moddalar nomi. Shunchaki metal nomiga peroksid qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. Bundan tashqari, misol uchun bizda kalsiy oksidi bor. Bu kalsiy oksidi asosli oksid bo'ladi, lekin kislorod 2 ta bo'lib qolsa, bu kalsiy peroksidi. Stronsiy oksidi bor. Bu ham asosli oksid. Kislorod 2 ta bo'lib qolsa, peroksid bo'ladi. Radiy elementi bor. Yoki uzr, bariy elementi. Bariyda oksidi bor. Asosli, kislorod 2 ta bo'lsa, peroksid. Va bularda ko'rinishi, misol uchun metal bilan kislorod, mana bu yerda kislorod bog'i bor ekan, ko'rib qo'yasiz. Aynan mana bu uchoviga tegishli holat. Metal oksidi. Endi mana bu strukturaga tushunmayotgan bo'lsangiz, ajablanmang. Bizga hozircha formula kerak. Nomi vodorod peroksidi, natriy peroksidi, kaliy peroksidi, rubidiy peroksidi, seziy peroksidi, fransit peroksidi. Ko'rinishi shunaqa. Kalsiy peroksidi, stronsiy peroksidi, bariyda peroksidi bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Bu peroksidlar edi. E'tibor bering. Super oksidlar sinfi bor. Super oksidlar sinfi qanaqa bo'ladi? Endi bu yerda e'tibor berasiz. Narigi peroksidlarda kislorod bittamidi? Endi kislorod o'quvchilar. Nechta ular ekan? 4 ta, ya'ni 4 ta kislorod tuzumda 3 ta kislorod bog'i bo'ladi. Misol uchun, aynan ishqoriy metallar, natriy peroksidini ko'rdik. Bu natriy peroksidi edi. Agar kislorod soni 4 ta bo'lib qolsa, bu natriyda super oksidi bo'lar ekan. Natriy super oksidi. Ba'zan bu super oksidni ko'rinishini quyidagicha ham ifodalaydi. Ya'ni 2 ga qisqartirib, natriy O2 berib qo'ysa ham, bu nima ekan deb o'ylanmaysizda, bu natriyda super oksidi bo'ladi, o'quvchilar. Endi hop, natriy, kaliyda super oksidi. Hop, rubidiy, kaliydan keyin super oksidi. Seziy,
super oksidi va fransiyda super oksidlari quyidagicha bo'ladi. Xo'p, kalsiyda peroksidini bilasiz, 2 ta edi. Agar kislorod soni 2 ta emas, 4 ta bo'lsa, bu kalsiyda yaxshilar super oksidi bo'ladi. Bariyda ham, misol uchun stronsiyda ham super oksidi quyidagicha. Hop, bariyda ham super oksidi quyidagicha. Xo'p, super oksidlar shunday bo'ladi. Aralash oksidlar borki, ya'ni 2 xil oksid aralashmasini tashkil topgan. 2 xil oksidlarda aralashishdan tashkil topgan oksidlar bor. Misol uchun temir 3O4. Bu, e'tibor bering. Aynan temirda 2 oksidi bilan temirda 3 oksidini qo'shilishdan hosil bo'lgan. Temirdan 3 ta-yu, kisloroddan jami 3 ga 1 da qo'shsak 4 ta. Va bu nomi temir qo'sh oksidi. Yoki ba'zida magnetit ham deyiladi. Magnetit. Temir kuyindisi ham deb atash mumkin. E'tibor berasiz. Endi qo'rg'oshinda qo'sh oksidi borki, qo'rg'oshinda 2 va qo'rg'oshinda 3 oksidlarini qo'shilishdan hosil bo'lgan. Nomi qo'rg'oshin qo'sh oksidi. Qo'rg'oshin qo'sh oksidin ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Aralash oksidlar muhim sinflari, ya'ni oksidlarda sinflarga ajratib oldik. Tuz hosil qiladigan va tuz hosil qilmaydigan. Tuz hosil qiladigan oksidlarimiz yaxshilar hosil qilmaydigan oksidlarimiz boshqa nom befarq, betaraf, indiferent ekan va ular muhim 5 ta muhim sinf oksidlar xillari bor ekan va tuz hosil qilmaydigan oksidlarimiz asosli amfoter va kislotali muhim oksidlar. Undan tashqari peroksidlar sinfi bor ekan, quyidagicha ko'rinishda super oksidlar sinfi bor ekanki va aralash oksidlar sinfi bor ekan. Mana bularni siz o'zingiz ko'rib, qayta va qayta ko'rib tushunib oling va mana shu oksidlar sinfi bo'yicha nomlanishi bo'yicha sizga tegishli topshiriq guruhga tashlab joylab boriladi. Mana shu topshiriqlarni albatta bajarib, menga topshiriqlaringizni topshirishi shart bo'ladi. Oksidlar mavzusi aynan nomenklaturasi, ya'ni nomlanishi hamda sinflari mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.